Fransiyalik bir odam bo'lib, 40 yoshdan oshqichimi hech qanday ishni vujudga chiqara olmay o'zini haqiqatan nas bosgandek his qildi. Jo'risi bilan mu ajrashib ketibdi. Vayron bo'libdi. Ishsiz qolibdi. U o'zidan nihoyat norozi bo'lib, mijozi g'alitlashib, oson ochiqlanadigan bo'lib qolibdi. Bir kuni u Seganning Parij ko'chasida boshqalarga pal ichayotganligini ko'ribdi va o'zining taqdirini bilib boqmoqchi bo'libdi. Segan uning olqiniga qarab, "Siz nihoyat qaltis, ulug' odamkansiz" debdi. "Nima?" U nihoyat hayron qilib, "Men ulug' odam? Chaqchaq qilmayotgansiz?" Segan xotirjam holda, "O'zingizning kimligini bilamsiz?" deb so'rabdi. "Men kim?" deb o'ylabdi u ko'nglida. "Men bo'lsam betalay, yalangtosh, turmush tarafidan tashlab etilgan odam." Biroq u salmoq qiyofat kirib olib so'rabdi. "Men kim?" "Siz ulug' odam" debdi Segan. "Bilamsiz, sizda Napoleonning ro'yi bor ekan. Sizning qiningiz, jasoratingiz va aql parastingizning hammasi Napoleonga nihoyat o'xshaydi ekan." Undaq emasdi. U arsalda bo'lgan holda gapini davomlashtirib, "Men nikohdan ajrashib ketdim. Vayron bo'ldim. Ishsiz qoldim. Boshliqdek yerimmi yo'q" debdi. "Hey, u degan sizning o'tmishingiz" debdi Segan gapini davomlashtirib. "Sizning kelgusingiz nihoyat parlaq. Agar ishonmasangiz pul bermasangiz bo'ldi" debdi. Biroq u qarmoq ishongandek qiyofatga ketib qopti. Biroq ko'nglida azaldan bo'p boqmagan buyuklik hissiyoti paydo bo'ldi. Uningda Napoleonga nisbatan cho'nqur qiziqish paydo bo'ldi. Uyga qaytgandan keyin Napoleonga munosabatli kitob va maqolalarni ko'ribdi. Bara-bara atrofidagi muhit o'zgarishga boshlabdi. Do'stlari, tuqqanlari, xizmatdoshlari, xo'jayini uningga boshqacha nazar va boshqacha hissiyat qaraydigan bo'ldi. Uning ishlari borgan-sari yaxshilanishga boshlabdi. U keyincha shuni tushunibdiki, atrofidagi narsalar qilcha o'zgarmagan, balki o'zi o'zgargan ekan. U jasorat va tafakkurda, hatto yurish-turish, gap so'zlardami bilib bilmay Napoleonni ulgu qilgan ekan. U 13 yildan keyin, ya'ni 55 yoshga kirgan vaqtda Fransiyadagi eng danglik millionerga aylanibdi.